Assalomu alaykum akalar, ukalar, dehqon aka-ukalarimiz, Jizzax Begum kanalini kuzatib yurgan dehqonlar, xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Aksiya e'lon qilgandik. 10 kun davomida Kaliforniya qizil-yomg'ir cho'lchagiga. Xudo xolasa mana bugun shu aksiyamizdan foydalangan holda bir akamiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida akamiz zakaz qilgan 2 kvadrat Kaliforniya qizil-yomg'ir cho'lchaklaridan hozir cho'lchaklarni soldik. Xudo xolasa yo'lga chiqib ketamiz. Olib borib joylashtirish jarayonini bitta ko'rsatib o'tamiz. Hozir Begum biznesini boshlashning ayni vaqti, chunki cho'lchaklar zichligi o'ta yuqori darajada turibdi hozir. Bunaqa nerealni narxda hali sotmaganmiz. Kvadratini 2 kvadrat 1 kvadrat Kaliforniya qizil-yomg'ir cho'lchagining puliga hozirgi vaqtda 2 kvadrat xarid qilishingiz mumkin. Bunaqa shanslar o'tkazib yubormaslik uchun biz kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Mana hozir cho'lchaklarni solganmiz, o'shalarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p akalar, ukalar, mana 4 ta banan korobkada cho'lchaklarni zastavkasida chiqib ketyapti. Mana aksiya bergan joylarimiz. Cho'lchaklarning zichligi xudo xolasa nerealniy zo'r. O'ta zichligi yuqori darajada, mana ko'rishingiz mumkin. Kimga ko'rinayotgan bo'lsa, xudo xolasa sifatli darajada uyingizgacha yetib boradi. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa dastavkalarni qilib beryapmiz hozirgi vaqtda. Mana joylarimiz xudo xolasa mana 4 ta banan korobkada xudo xolasa yetib boradi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol dehqonlar bo'ladigan bo'lsa, Begumga qiziqadigan, Kaliforniya qizil-yomg'ir cho'lchagini olib Begum biznesini boshlamoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana hozir aksiya doirasida ulgurib qolishingiz mumkin. 10 kun davomida aksiya qilamiz degandik. Xudo xolasa mana 3-4 kun vaqt o'tdi. Mana endi yana kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa yetkazib beramiz.